boshpana kimgadir gulzor, har kimning sig'ingan sajdagohi bor, har hovuch tuprog'i ko'zga to'tiyo, biz uchun qadrli shu aziz diyor. O'ping, o'ping ko'zingizga surting tuprog'in, har so'zin muqaddas duvodek seving, yuraklarga qadang millat bayrog'in, vatanni Najmiddin Kubrodek seving. Serquyosh nurafshon qutlug' kunimsan, tong otar kechalar ulug' tunimsan, yulduzlari porloq ulug' begimsan, mustaqil vatanim O'zbekistonim. O'zligim har o'tar onimda bordir, bekligim, davlatim qonimda bordir, jon desam jahonim jonimda bordir, mustaqil vatanim O'zbekistonim. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qadri aziz, chehrasi oftob misol issiq, ko'zlari chaqnoq tadbirimiz ishtirokchilari hamda tashkilotchilari, barchangizga mahalla ahli, onajonlarim, opajonlarim, jajji bolajonlar, barchangizga xush kelibsizlar degan holda xizmatingizda biz Chinoz tumani madaniyat xodimlari hamda mana yaqiningizdagi 46-O'zbek va Tojik madaniyat markazi xodimlari xizmatingizdamiz. Prezidentimiz tomonidan tashkil qilingan tashabbuslar rahbariyat tomonidan 406-qarorga asosan dolzarb 90 kun dasturi asosida yoz o'tsin soz ssenariysi asosida tadbir uyushtirdik. Mana rahbariyatimiz hamda madaniyat xodimlari, o'zingizlar rahbariylar, direktoriylar mana Shahnozaxon bilan birgalikda hamkorlikda barchangizga xush kelibsizlar deymiz. Bolajonlarimizni hamda mahalla ahlini maqsad vaqtini mazmunli o'tkazish. Bir og'iz fikrlarni bildirib qolsalar, marhamat qilib 19-maktab direktori Shahnozaxon Xudoyorovaga navbatni bersak, Guldiroz Qarsagiylar asosida. Men nechun sevaman O'zbekistonni? Sababini aytgin desalar menga, shoirona go'zal so'zlardan oldin men ta'zim qilaman ona xalqimga. Assalomu alaykum Mehridaryo, qadrli ustozlar, jajjigina o'quvchilarimiz hamda tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Prezidentimiz tashabbusi bilan 1-iyuldan 30-avgustgacha dolzarb 90 kun deb e'lon qilingan. Shu munosabat bilan bugungi tadbirimizni madaniyat markazi bilan hamkorlikda tashkil etilganmiz. Undan tashqari maktabimizda fan to'garaklari ham o'z faoliyatini olib boryapti. Hurmatli ota-onalardan iltimos qilardim, farzandlaringizni to'garaklarga o'z vaqtida jo'nating. Hamda hozirgi tadbirda o'quvchilarimiz o'zining chiqishlari, madaniyat xodimlari o'zining musiqalari bilan chiroyli o'tkazib berishida o'quvchilarimizni intizomli bo'lib o'tirishini talab qilamiz. Tadbirimizni ochiq deb e'lon qilaman. Marhamat. Guldiroz Qarsagiylar bo'lsin. Rahmat Shahnozaxon. Albatta biz mahalla ahli hamda maktablarimiz bilan, maktab ma'muriyati bilan hamkorlikda o'tkazib kelganmiz har doim va bundan keyin ham shunday davom etadi. Hozir tayyorlanib tursinlar. 2-A sinf o'quvchisi O'zbekiston qizlari raqsi, 3-A sinf o'quvchilari Sinchalak, 4-A sinf o'quvchilari O'zbekiston qiziman, 4-A sinf o'quvchisi Qizalog'im, 4-A sinf o'quvchisi Boychechagim raqslari tayyor bo'lsalar.